sorarız. Ben bırakıp stolda alıp stolda alıp oturmamızdır. Ya mına stolda alıp stolda Manga, basta que orada. Kimdir sürekli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'lerge, sahabelerge, olimlerge, ulamolarga mashriqul mag'ribdan o'tdi. Alloh ishloqlarida umidlar o'tgan salata va ibodat savralar harakatda mashriqul mag'ribda duoga bo'lishgan Alloh shu jamoatimiz xalqimiz mahallamizga ato qilgan ruhlar ulug' kunda ruhlar shod bo'lsin, yotgan joylari jannatda bo'lsin, elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshlarimiz omon bo'lsin. Allohim mana shu qilayotgan ihsonlarni Alloh ziyodasi bilan qabul qilsin. Elimizga, yurtimizga ulug' kunlar Allohning rahmati yog'ilib tursin. Har doim Allohim shu jamoatlarimiz umri uzoq bo'lsin, oilasida, kasbida baraka bo'lsin. Har doim Allohim hamma to'ylarimiz Allohning rahmati yog'ilib duolar ijobat bo'lsin. Alloh beriladigan ulug' ajr savoblarni, ihsonlarni Alloh to'liqcha qabul qilsin. Sallallohu ta'ala ala xayri xalqi Muhammad va ala alihi va ashabihi. Jamoat qarangki, mana shu ulug' kunlarda har bir mahallada, har bir qishloqda, mana shu boshlarimiz tomonidan har bir qishloqda, har bir mahallada iftorliklar bo'lyapti azizlar. Bu yurtlarga quvonchlar yarashadi, bu yurtlarga fayz barakalar yarashadi. Qarangki, yurtning obod bo'lishligi 4 narsaga bog'liqdir deydi. Podshalari odolatli bo'lsa, boylari sahiy bo'lsa, insonlar bir-birini hidoyatga chaqirib tursa va o'sha yurtning
xalqi, inson Қазақстан тәрбиесі. Amen. Kaçan geldiniz? Bu yol mu yaptı? Tuta tuta. Hizmetteki baldargayam rahmet. Aynan. Hasan yapalım. İsteyenlerge rahmet. أشهد أن محمدا رسول Aziz ahvom yaxshimi?
Vay, saliente che qua non video. Poi sì, andare in posto. Mi fai in Damla bir. Denemem namlu. Namlu ötler. Amin de umayla. Amin. Amin bak orasın kadırlar. Tecrübe keyfi Allah'ım ne sekreter geldi. Rahmat. Alayım. İktidar isteyen de. Yakın. Siz de kalabilir. Yanma. Bir. Mantıraga bulmam absolut doğru şey bitti taştık etmeden. Fakat hiç bozulmayın. Sonra oturalım. Sabah. Bu ne diye soğuk? Вот, а кетіп бара бек бар көңіл. Кет. Gel kesinleş ya. Kanlar var ekan mı bu yakta? Kanarın zor var mıydı? İkinci tamağımız aş berip atır. Palav. Palav gibi terdi. Aha, palav. Ayarlar getirir. Kamera yok, konuşuyorum bula. Tarihte kalır, tarihte. Buldu mu? Araba baldır bu. Buldu. Bitti. Götürmek size bir şey. Amin bak orasın. Amin bak karasın kızırdarsın ketmez devlet kempeyil versin elden amançılığın tımak birligim dersin ötken ata babaların arvağı jar bol Allah'ın yoluna yigitlerimiz istep atkan niyetleri kabul olsun. Allahu Ekber. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبع الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سبات وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا
وبنينا فوحاكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما نورا وهدى رحمة. اللهم اسكننا جحنا وارزقنا تلاوته أن ليل وطرف النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين. Paku Parvardigarigam Allahum o'zing azaliysan, o'zing abadiysan. G'afur Rahim, qudratchi cheksiz zotsan. Allohim ushbu oyda o'zingning rahmating yog'iladigan, duolar ijobat bo'ladigan ulug' Ramazon oylarida Allohim mana shu o'zingning baytingda, o'zingning masjidingda, elimizda Allohim, yurtimizda Allohim mana shu yurtboshlarimiz tomonidan Allohim qilinayotgan, uyushtirilayotgan Allohim vatani uchun, yeri uchun, yurt uchun Allohim mana shu jannat makon, o'lka uchun xalqini sevib Allohim qilinayotgan Allohim yurtboshlarimiz tomonidan Alloh mana shu yuqori Chirchiq hokim buvalarimizning tomonlaridan uyushtirilayotgan Alloh mana shu ihsonlarni Alloh har doim qabul qilsin. Har doim Allohim ulug' kunda, ulug' oyda Allohning o'zi rahmati yog'ilib tursin, yurtboshlarimiz har doim omon bo'lsin. Ulug' oyda Allohning rahmati yog'ilsin. Mana shu joyga kelib Allohim o'zingni baytingda Allohim qissasini qo'shgan, bosh bo'lgan Allohim, marhum Alloh mana shu Allohim qonli yo'lidan o'tgan ota-avlod, ona-avlod jumlay Alloh o'zingni baytingga qissasini qo'shgan. O'zingni baytingda Allohim mana shu darajaga kelishiga Allohning sababchi bo'lgan Alloh mana shu aytol og'alarimiz, shu qatorda Allohim Johbek og'alarimiz, shu qatorda Allohim elimiz, yurtimizni birikib Allohim shu darajaga keltirgan ihson sohiblari, jumlay Allohim ihson sohiblarining ham qissasini qo'shgan insonlar har doim Alloh ihsonlarini ihson bilan mukofotlasin. Ikki dunyo saobat insonlardan bo'lsin. O'tganlarimiz yotgan joylari jannatda bo'lsin. Elimiz, yurtimiz Alloh har doim Allohning rahmati yog'ilib tursin. Yurtboshlarimiz omon bo'lsin. Yuqori Chirchiq hokim buvalarimiz Allohim har doim xalqimizni baxtga ham sog' salomat bo'lsin. Shu qatorda Allohim kelasi yil Ramazon oylarigacha xalqimizda fayz baraka yog'ilib tursin. Duoga qo'lashgan otalarimiz, yoru birodarlarimiz, mahalla ko'ylarimiz, xonadonlarga tegishli xotirjamlik, sog' salomatlik, fayz baraka bo'lib, har doim yurtimizda mana shu Allohim ihsonlar ko'p bo'lsin. Kelasi yil Ramazon oylarigacha xalqimizga, vatanimizga Allohning rahmati yog'ilib tursin. Sallallohu ta'ala ala xayr xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Barakallah Niyetlerine olmasın. Hizmetkan baldarga kelinlerge bir dua kılın. Amin. Bak qarasın, qıdırdarsın, ketpez devlet keng peyil versin, eldin amançılığın, tımaq birligin versin. Min ötken ata babalarının arvağına, Allah'ın yolunu esefkin yaksandарға, mına қызмет qılan baldarımız kelinlerinin ata babalarına bakşıdağıldık. Denlerin sağ olsun, Allah'dan neredesin tileklerini Allah'a dergahında kabul qılan bolsun, üzerinden kursançılık bolsun. Oynap denlerin sağ Allah'dan neredesin tileklerini Allah dergahında kabul qılsın. Allah'ın rahmet. Şükürsün değil mi? Niyetlerin kabul olsun diye polatmış abi. Allohim mana shu joyda Allohim boshqosh bo'lgan Allohim mana shu mahalla raislari Alloh har doim umri uzoq bo'lsin. Oilasida, kasbida baraka bo'lsin. Har doim Allohning farzandlariga bosh bo'lib rohatini ko'rsin. Farzandlari ham elda yurtni duosini oladigan, ota-onasiga har doim xizmat qiladigan baxtli insonlar bo'lib, har doim ota-onasining duosini oladigan farzandlardan bo'lsin. Har doim Allohim shu joyiga kelib duoga xo'rashgan har bir insonning o'tanida, kasbida baraka bo'lsin. Sallallohu ta'ala ala xayr xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Rahmat. Oldu mu?